Bilasizmi, ota-ona duosiga Alloh shunday bir kuch, qudrat berib qo'yganki, ularni duosi otilgan o'q. Har bir ota-ona o'zlari yeta olmagan darajaga farzandini yetmog'ini tilaydi. Ba'zan otasidan, onasidan shikoyat qiladiganlar bor, unutmang. Otang to'ng'iz bo'lsa boylab boq degan gap bor. Bilasizmi nimaga bunday deyilgan? Videoni oxirida aytib o'taman. Ammo haqiqat shuki, ota-ona duosi mo'jizalarga qodir. Hattoki aqli zaif bo'lsa ham, duo qilishni farqiga bormasa ham, o'zingiz qo'llarini duoga ochib o'rgatib turing. Mayli aljirab so'zlar og'zidan tushib ketsa ham duosini oling. Demang, ha endi ruhiy kasalda aytib qo'ydi-da deb. Ixlos bilan amin deng. Mayli hozir emasdir, balkim oradan yillar o'tar, lekin ishoning, baribir ko'rasiz ijobatini. Alloh asrasin, duoibat qilsa, uni ham tortasiz. Hammani o'zini oyog'idan osadi. Otangiz yomon bo'lsa ham uni ayblamang. U ota duosi ijobat. Oling duosini. Onangiz siz xohlaganday ona bo'lmasa ham oling duosini, chunki u ona, ishoning, o'zida borini bergan sizga. Bir eslang, kech qolsangiz uxlamay, keldingmi bolam deb kutishlarini. Yuzing yorug' bo'lsin, Alloh aziz qilsin seni deyishlarini. Bu oddiy so'zlar emas. Bu sehrli so'zlar. Yaratgan ota-onaga beminnat mehrini berib qo'ygan, afsus farzand mehrida esa bu biroz minnatli notalar uchrab turishi mumkin. Qariganlarida aka-ukalar orasida sensalar, mensalar. Vaholanki ota-onani ukaga tashlab chiqib ketdimi aka, barakasini ham ukaga qoldirdi, berdi. Ota-ona talash bo'lish kerak. Men shuncha qaradim, endi sen qara emas. Sen shuncha qarading, endi men olib ketib qaray onamni, otamni deyilish kerak emasmi? Ota rozi, Xudo rozi. Jannat esa onalar oyog'i ostidadir. Demak, Allohning roziligini ham, jannatni ham padaringiz, volidangizdan, ularni poyidan qidiring, tashqaridan emas. Mana endi va'da berganimdek, nega otang to'ng'iz bo'lsa boylab boq deyilgan. Buyuk zot Isro surasida faqat o'zigagina ibodat qilishimiz barobarida ota-onaga yaxshilik qilishni ham amr etgan. Mana shunday kelgan ikkala oyat ham. Demak, bandalarni ixtiyoriga tashlab qo'yilgan ish emas bu. Xohlasak bajarib, xohlamasak parvo qilmaydigan. Bu farmon yaratganni qat'iy buyrug'idir.